Assalomu alaykum bog'bon do'stlar. 2026-yil 18-yanvar. Indirama oltin fosforli o'g'itimizni bahorda tevasini kesadigan yosh ko'chatlarimizga hozir qor yoqqani uchun solish jarayonini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Buni xudo xolasa bahorda foydasi bo'ladi ko'proq. Shuning uchun oldinroq solib boramiz. Buni hozir bizda qor yog'di. Sepamiz qorga. Bismillahirrohmanirrohim. Teşbiri. Başlan. Mana xudo xolasa bular bahorda ko'chatlarga quvvat bo'lib, malham bo'lib rivojlanadi. Assalomu alaykum bog'bon do'stlar. Qishki holatda yerga nima desa bo'ladi? Oltin sachyapti, pul sachyaptik. Pulni urug'ini sachyaptik. Xudo xolasa bular har bitta donasi nasib qilsa har bittamizga $1 bo'lsin. Xo'p, bugungi sanamiz 2026-yil 18-yanvar. Qor erishib boshladi. Xudo taolo qor berdi. Lekin biz mana qorda bilyo'li, oyoqli uy bo'ldi. Bu videoni olishimizdan maqsad bu ko'chatchilikka salkam 30 yil bo'ldi kirganimizga. 25 yildan ortiq. O'zi-ku bolachiligimizdan shug'ullanganmiz. Endi katta ob'yomda shug'ullanishimizga. Biz boshlaganimizda juda ko'pchilik qo'shildi, juda ko'pchilik ayrildi. Bu bitta katta yo'l ekanda. Manzilda A nuqtadan B nuqtaga borgunimizcha kimlardir qo'shilyapti, kimlardir ayrilyapti. Qo'shilishining sababi ko'chatga kelishadi, narxini so'rashadi. Qimmatligini bilib o'zi tayyorlaydi. Va uni mashaqqatini bilgandan keyin sotib olgani menga arzon tushar ekan deydi. O'shaning uchun har bir ishni o'ziga yarasha maza joyi ham bor, o'ziga yarasha qiyinchiligi ham bor, tashvish, muammo joylari bor. Buni ko'chat tayyorlaganlar biladi, badanidan o'tkazganlar his qiladi. Shuning uchun bizni kommentariyallarimizga har xil negativ fikrlar yozguncha o'zingni bir tup niholli ko'chatni o'stirib ko'rsani ketin bilasizlar. Qanchalik arzon, qanchalik qiyin, qimmat arzonligini. Sababi suvsiz joylarda, suvli joylarda tayyorlab ko'rsani bilasizlar. Va buni har kim har yil qila olmaydi. Bir yil ko'chat 100 mingga chiqib ketadi. O'shanda keladi, o ko'chat tayyorlashimiz kerak ekan. Gul ostir, olmadur, ho'kizo, bodomdur. Bir yil qo'pol qilayotganda bekorga ham tarqata olmaysiz. Shaxsan biz menga o'xshagan sanoqlik barmoqdagi hamma viloyat rayonlarda kuchli ko'chatchilar bor. Bular 1 so'mga tushib qolsa ham tayyorlaydi, 100 mingga tushib ketsa ham tayyorlaydi. Yilda bittasida yutib, xudo xolasa bola chaqamizni boqib va bog'larga sifatli ko'chatlarni yetishtirib beramiz. O'shaning uchun bizni qo'llab-quvvatlab layklarni bosib turasizlar. YouTube'dagi ham, Telegram kanallarimizga ham. Kimga ko'chatlar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar.